Chelak shahrida hali bunaqasi bo'lmagan. Ishonmayapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. James Stroy jamoasidan ilk qurib sotuvga qo'yilgan kottejni ko'rib o'tamiz. Ushbu kottej sizni hayratda qoldirishi aniq. Kottej manzili Chelak shahri Qumchiq mahallasi Axborot kollej qarama-qarshisida Botir aka Amerikan uyining oldida joylashgan. Hovliga kirishimiz bilan chap tomonda barbekyu zonasini ko'rishimiz mumkin. Ushbu barbekyu zonada mangal, qozon, gaz plita va mo'yka bor. Bundan tashqari hovlini yashil zonasi, dam olish uchun mo'ljallangan yozgi stol ustuli, kreslo kachalkasi va yozgi sanuzel mavjud. Hovlini ta'miri neoklassika uslubida bo'lib, umumiy maydoni 3 sotixdan iborat. 100 kvadrat metr yashash uchun mo'ljallangan, 20 kvadrat metr esa yerto'la, ya'ni podvalni tashkil etadi. Ana endi uyning ichki qismi bilan tanishib o'tamiz. Uy ichiga kirishimiz bilan uzun yo'lak orqali barcha xonalarga va orqa hovliga o'tiladi. Orqa hovlida ham yashil zona bo'lib, u yerda ham har xil turdagi gullar va daraxtlar ekilgan. Endi esa xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'radigan xonamiz esa yotoqxona. Yotoqxonada orqa hovliga qaragan deraza bor. Derazadan ko'zlangan maqsad tabiiy yorug'lik tushishi va orqa hovlidagi toza havo. Ikkinchi ko'radigan xonamiz asosiy yotoqxona bo'lib, bu yerda ham orqa hovliga qaragan deraza bor. Va yana mavsumiy kiyimlarni saqlash uchun buyurtma asosida katta garderob yasatib o'rnatib qo'yilgan. Xonadonda ko'rib turgan barcha eshiklaringiz Akbar Rich firmasi tomonidan o'rnatilgan. Ana endi esa sizlar bilan 3-xonani ko'rib o'tamiz. 3-xonamiz uy egalari xohlagan tarzda foydalanishlari uchun bo'sh qoldirilgan. Kelajakda bu yerdan bolalar yotoqxonasi yoki kabinet sifatida foydalanishlaringiz mumkin. Xonadonga to'shalgan barcha gilamlarni Bek gilamlari do'konidan topishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Keyingi ko'radigan joyimiz esa sanuzel. Nafaqat sanuzel, balki butun uy, hattoki yozgi sanuzel ham kuz-qish mavsumida teplopol sistemasi orqali isitiladi. Keyingi ko'radigan joyimiz oshxona. Oshxonada 8 kishiga mo'ljallangan stol-stul o'rnatib qo'yilgan va yana to'liq texnika va mebellar bilan jihozlangan. Bundan tashqari oshxona mebellari jihozlari bo'yalgan MDF dan tayyorlangan.
xavfsizlik va qulaylik nuqtai nazaridan hovlining tashqi va ichki qismlariga kuzatuv kameralari o'rnatilgan bo'lib, bu kameralar internet tarmog'iga ulangan va siz dunyoni istalgan nuqtasidan o'z uyingizni kuzatish imkoniyatingiz bor. Keyingi ko'radigan xonamiz har bir uyning yuragi bo'lmish mehmonxona. Ushbu mehmonxonamiz 12 kishilik mehmon kutish uchun mo'ljallangan stol, stul va to'liq posuda nabori bilan jihozlangan. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tib ketamizki, qishki mavsumda hovliga yig'iladigan qor va yomg'ir suvlari maxsus quvurlar orqali ko'chadagi ariqqa yo'naltirib qo'yilgan. Endi esa sizlar bilan hovlining yerto'la qismini, ya'ni podvalni ko'rib o'tamiz. Chelak shahrida ilk bor bunaqangi to'liq ta'mirga ega kottedj sotuvga qo'yildi azizlar. Hovlini oldi va orqa hovlisidan tashqari yashash uchun mo'ljallangan har bir kvadrat metr uchun $1000 deyishyapti. Va yana xuddi shu hovlini ta'mirsiz holatdagi variantini har bir kvadrat metr uchun $650 dan xarid qilish imkoniyatingiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu videoni maksimal barcha qalbingizga yaqin insonlarga yuborib qo'ying. U kishilarga ham mana shunday hovlilar nasib etsin. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bor.